Знаете, что самое любимое в моей работе, точнее в блогинге, когда ты вот так вот прямо проходишь, то rot ketayotganingda hamma orqadan pichirlashib, ha o'sha bloger, o'sha qiz deb qolishi. Это крутое чувство. Медсестры, врачи, когда тебя везде узнают, это круто на самом деле. Вот, ovqatlarni berdim, produktlarni berib chiqdim xolamni. Endi hozir pampers olishim kerak. Ya Nuranalardan hali ham yering yo'qotdi-da. Kateterga qo'yishga. Вот, yana bir ikkita narsalarni olishim kerak. Shu bilan katta dorilarni olishga ketaman. Xolos shunaqa. Yaqinlaringiz hech qachon kasal bo'lmasin. Aytaman oxirgi kunlar nima yeyotganimni, nima qilayotganimni bilmayman ham. To'lqin video ham qo'ya olmayman. Tushunasizlar degan umiddaman, chunki o'zi tinmayapman, oyog'im bitta joyda turmayapti. O'tdan o'tga yuribman. Shunaqa. O'zinglarni asranglar. Mana videolarni kutinglar.